Salom, karta maslahati. Kartalarimiz sizga nima demoqchi? Faqatgina like bosgan, obuna bo'lgan, kommentariya yozganlar niyatini oldim. Unda hamma yaxshilari sizlarga hamroh bo'lsin. Unda ketdik. Boshlaymiz. Karta maslahati. Orzulardan chekinmang. Kimni qandaydir qattiq kutyapsiz. Yaqin kunlarda sizga yaxshigina yangilik bo'ladi. Qanaqa yangilik ekan ko'ramiz. Bu sizga sevgan insoningizdan yoki sovchi kelishi mumkin, yoki u inson sizga nikohda taklif qilishi mumkin. Lekin o'rtada qandaydir sizlarga nima deydi? Do'stman deb qandaydir sizning gapingizni boshqacha qilib yetkazib qo'yadiganlar bor. Shuning uchun kartalarimiz til borasida birozgina ehtiyot bo'ling deyapti. Keyingisi, sizni omadli ekanligingizni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Sizni yaqin kunlarda sizga qandaydir yaxshigina ish borasida xabar kelishi mumkin. Bu sizning eng yaqin do'stingizdan ham bo'lishi mumkin. Bu narsani qo'ldan boy bermang deyapti kartalarimiz. Keyingisi, siz anchadan beri ortga tashlayotgan nimadir o'qishingizmi yoki nimadiringiz borda, yo o'qimay qo'yganmisiz yoki nimani qanaqadir ishni qilishingiz kerak-ku, bitirishingiz kerak-ku, lekin hamma narsani ortga surayotganingiz bor. Siz baribir bu narsani bosib o'tishga majbursiz, lekin hamma narsani ko'paytirib yoki ayrim insonlarda shunaqa narsa ham borda. Masalan, qarzingizni to'lamayotgan bo'lsangizmi yoki nimadir ishni qilishingiz kerak, yo o'qishingizmi yo ishingizmi, nimadir ortga surayotgan narsangiz bor. O'sha narsa keyinchalik sizni yana ham qiyin vaziyatga tushirib qo'yishi mumkin. Hozir bu narsaga siz befarq bo'lib qochishga harakat qilmang deyapti kartalarimiz. Keyingisi. Siz hozir qiyin holatdasiz. Ular birgalashib sizni dilingizni og'ritdi. Lekin siz birozgina sabrli bo'ling. Vaqti kelsa bu narsalarni taqdir o'zi javobini beradi. Siz hozirgi eng qiladigan ishingiz hamma narsani ortga tashlab oldinga harakat qiling deyapti kartalarimiz. Keyingisi, o'tgan narsalarga afsuslanmang. Hayotda kim ham xato qilmaydi. Sizni hali kelajakda umidlaringiz, orzularingiz juda ham ko'p. Sizni kelajakda juda ham yaxshi insonlar, yaxshi hayot kutib turibdi. Bu narsalarni esingizdan chiqarmang deyapti kartalarimiz. Keyingisi, sizda ba'zan shunday narsa bo'ladi. Siz yo yasholmayman, u bo'lmasa shunday holatga tushib qolgansiz. Uni ko'rmasam yasholmayman, lekin ko'rsam qandaydir borgan sari o'zimni qiyin vaziyatga tushirib boraveraman degan narsa ko'pincha sizni qiynab qo'yadi. Shu borasida nima desa bo'ladi, ko'ramiz shu borasida. O'zingizga ko'proq e'tibor bering. U insonni ko'p o'ylab, o'zingizni muhim narsalaringizni yo'qotib qo'yyapsiz. U insonni fikri, siz agar voz kechaman degan taqdiringizda ham u inson sizdan ketmaydi. Shuning uchun u inson haqida ko'p tushkunlikka tushib yo o'zingizni u inson uchun ko'p narsangizni yo'qotmang deyapti kartalarimiz. Maslahatimiz, ko'p kerakli narsaga berilmang deyapti. Keraksiz narsaga berilmang deyapti. Bu degani yoki ichimlikka yoki chekishga qanaqadir. Bu narsa sog'lig'ingizni zarar qilib, qandaydir sog'lig'ingizda katta muammo olib kelishi mumkin deyapti. Keyingisi, sizni uzoq sayohat kutadi. Bu yo'lda o'z taqdiringizdagi insoningiz bilan ko'rishishingiz mumkin deyapti. Lekin oldingizda kim chiqishidan qat'iy nazar
u insonlarga xushmuomala muomalada bo'ling, chunki taqdir sizni bir umrlik oilangizmi yoki do'stingizmi kimgadir bog'lab qo'yishi mumkin deyapti kartalarimiz. Agar kartalarimiz yoqqan bo'lsa layk bosib keting. Yaxshilar niyatlarim sizga hamroh bo'lsin. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat.